الإنسان عدو ما يجهله. Oyatulloh Abdulqodir kim o'zi? عبر باب يسمى العربي. Ilmni o'zingizga do'st deb bildingizmi yoki Bu so'zni shunchaki eshitilishi yoqimli. Shu kishiga o'xshashga harakat qilaman. sevganmisiz? Mashaalloh ya axi Abdulmalik, o'zimni falsafamga undashmas. Xalq dardini zimmasiga olgan. Salomat bo'ling, Alloh bardavom qilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz ustoz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisiz? Alhamdulillah. Ahvollaringiz qanday? Hollarim yaxshi. Faqat hozir tish doktoridan kelyapman, shunga Alloh. sal og'riq bor. Shunga kuladigan kayfiyatli joylarda kulolmay qolishim mumkin. Shunga xafa bo'lish yo'q oldindan. Hech qisi yo'q ustoz. Alloh shifo bersin. Rahmat. O'ylaymanki mana shu uchrashuvimiz barcha tomoshabinlarga foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Albatta, shuni umid qilamiz. Va unday bo'lsa, savollarga to'xtalaman ustoz. Mana siz arab tili o'qituvchisiz. Nafaqat arab tili, turli sohalarda ko'rsak bo'ladi sizni. Ko'pchilik biladi. Lekin mana shu ta'rifda o'zingizga to'xtalsam, ya'ni Oyatulloh Abdulqodir kim o'zi? Oyatulloh Abdulqodir kim? Oyatulloh Abdulqodir arab tili o'qituvchisi birinchi navbatda. Tarjimon, kitoblar tarjimoni. Va aytishimiz mumkin balkim mustaqil ilmiy tadqiqotchi. Ustoz, yuqorida aytganimdek, siz arab tili mutaxassissisiz, lekin blogingizda aynan mana shu mavzularga, ya'ni arab tili bilan bog'liq mavzularga kam to'xtalgansiz. Buni bir asosiy sababi bormi? Mashaalloh ya axi Abdulmalik. Alloh. أمسكت النقطة. أنت تعرفني جيدا. أيوة. نحن ندرس معك منذ أمد بعيد. كما تعرف حياتي كلها عبارة عن العربية، حتى يمكنني القول بأنني دخلت على ساحة العلم والأدب عبر باب يسمى العربية. يعني ماذا مختمن؟ arab tili hayotimning bir qismi, ajralmas qismi. Yaxshi ko'raman arab tilini, lekin arab tili men uchun bir kalit. Bu maydonda faqatgina kalit sotuvchi bo'lib qolishni xohlamayman. O'zimni bilim odami deb e'tibor qilaman va insonlar ham meni bilim odami deb tanishlarini xohlayman. Mashalloh ustoz, sharhingiz juda ham tushunarli bo'ldi. Arab tilida bo'lsin, o'zbek tilida bo'lsin. Alloh ilmingizga baraka bersin. Amin. Va bilamizki, sizni bosib o'tgan yo'llaringizda avvalo madrasa, keyin esa ma'had, hatto Turkiya tajribasi ham bor. Mana shu bosib o'tilgan yo'llar to'g'risida ozroq to'xtalib o'tsangiz. Bosib o'tgan yo'lim, so'zma-so'z aytganingizdek, islomiy ilmlar. Ya'ni men islom orqali kirib keldim ilmga, ilmiyotga. 10 yildan ortiq mana shu sohada o'qidim. Hali ham o'qiyapman, davom etyapti hali ham. Hozir ham islom birinchi mezon, birinchi o'lchov men uchun. Bir narsani bir necha kriteriyalar ostida ko'rib chiqadigan bo'lsam, birinchi bo'lib islom turadi. Birinchi bo'lib islom kriтерияsi asosida ko'rib chiqaman bir narsani. Juda qiziq. Shaxsan menga aytganimdek juda qiziq bo'ldi. Juda ham qiziq ustoz. Shaxsan menga juda ham qiziq. Meni eng hayron qoldirgan narsa, siz faqat diniy ilmlar bilangina emas, balki dunyoviy fanlar, boshqa ilmlar bilan ham tanishsiz. Menimcha shunaqa bo'lishi kerak inson, Abdumalik aka. Ya'ni ham u qanotdan, ham bu qanotdan bo'lishi kerak insonda. Xuddi qushni ikkita qanotiga o'xshatsak bo'ladi. Bir qanot bilan uchib bo'lmaydi. Ikkala qanot ham bo'lishi kerak. Bo'lib ham hozir bu qadar jadal rivojlanayotgan dunyoda biz dunyoviy ilmlardan ortda qoladigan bo'lsak, bu biz uchun katta yutqizish bo'ladi. Bundan tashqari bir narsa borki, inson bir vaziyatga turli burchaklardan qarashni bilish kerak. Siz bitta burchakdan qanchalik o'tkir qaraganingiz bilan
narsani boshqa burchakdan ko'rinadigan tomonni ko'ra olmaysiz. Shuning uchun hech bo'lmaganda barcha sohalarni ozgina bo'lsa ham bilish kerak, tanish bo'lish kerak hech bo'lmaganda. Arablarda juda bir yaxshi maqol bor. Al-insanu aduwwu ma yajhaluhu. Inson o'zi bilmagan narsani dushmani. Inson o'zi bilmagan narsani dushman deb biladi, dushman deb qabul qiladi. To'g'ri, hayotimda qanaqadir bir bosqichlar, progresslar bo'lgan. Ya'ni men islomiy ilmlar mutaxassisi bo'lsam, nima keragi bor menga boshqa fanni bilish? O'zimning sohamda kuchli bo'lsam bo'ldi-ku degan tushuncha bo'lgan. Lekin oxirgi paytlar tushunib yetayotgan narsam shuki, dunyoviy ilmlarsiz iloji yo'q. Shunchaki iloji yo'q. Ajoyib ustoz, juda ham yaxshi tushuntirish bo'ldi. Biroz shaxsiy savol beraman, agar izn bersangiz. Bemalol. Savolim do'stlik haqida. Bosib o'tgan yo'lingizni eshitdik. Umringizni deyarli yarmi mana shu ilmni olish, o'rganish va tarqatish uchun sarflangan deyarli. Mana shu bosib o'tgan yo'lingizda ilmni o'zingizga do'st deb bildingizmi yoki real hayotda ham sizni qo'llab-quvvatlovchi birodarlaringiz bormi? Maşallah, do'st. Ishonsangiz, bu so'zni shunchaki eshitilishi yoqimli. Do'st degan so'zni shunchaki eshitib qolsangiz ham qandaydir qalbingizda iliqlik paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Ilmni do'st tutganim ham bor gap, to'g'ri. Lekin alhamdulillah do'stlarim bor. Hayotda haqiqiy, chin, o'sha qancha maqtov aytsa tugamaydigan, to'xtamaydigan, yarashadigan do'stlarim bor, alhamdulillah. Lekin do'st haqida gapiradigan bo'lsam hozir, meni bugun to'xtatib qololmasligingiz aniq. Shunga balkim javobni shu yerda to'xtatganimiz ma'qul. Ma'qul ustoz. Unday bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi mavzuyimizga qaytamiz. Va savolim shundan iboratki, ayni vaqtda sizni band qilayotgan, ya'ni siz qaysi mavzularda o'z izlanish ishlaringizni, ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, nima ish ustida bandsiz? Mana buni savol desa bo'ladi. Endi inshaalloh mana mazza qilib gapirsam bo'ladi endi. Aytdim, mustaqil tadqiqotchiman desam bo'ladi o'zimga dedim. Mana hozir ochiqlab berishga harakat qilaman. Ilmiy soha odami sifatida ilm bilan shug'ullanar ekanmiz. Bizdagi ma'lum tizimlar mana shu ilm olishga xizmat qiladi. Ya'ni ma'lumotni qabul qilish, uni qayta ishlash, saqlab qolishga xizmat qiladi. Bularni hammasini bitta qilib kognitiv fanlar deyiladi. Bu tizimni esa kognitiv tizim deyiladi. Kognitiv fanlar biologiya, inson biologiyasi, antropologiya, psixologiya va hokazo. Va bu fanlarning ichida ham meni o'ziga eng jalb qiladigan, eng yoqimlisi xotira. Xotira, buni bugungi til bilan mnemonika deyiladi. Mnemonika deyiladi. Bitta narsa bor, Abdumalik aka. Islomiy ilmlar sohasida o'qirkansiz, sizga eng kerakli narsa bu xotira. Ya'ni yodlash kerak. Ko'p ma'lumotlarni yodda tuta bilish kerak. Shunda bir yaxshi olim yetishib chiqadi. Ma'lumotlarni yodlay olsa, o'sha ma'lumotlarni hazm qila olsa kim? Ana shu inson katta yaxshi yetuk olim bo'ladi. Bizning sohada shunaqa. 10 yildan ortiq islomiy ilmlar bilan shug'ullangan bo'lsam, faoliyatim aksar qismi yodlash bilan kechgan. Boshda Qur'oni Karim o'laroq, Qur'oni Karim, unga tegishli matnlar. Maxsus fanlar bor bizda, fiqh, aqida. Har bittasiga tegishli alohida matnlar, katta-kichik matnlar yodlab chiqqanman. Bularni hozirgacha ham xotiramda saqlab kelaman. Va yana hozir ham yodlash bilan shug'ullanaman, asosan hadislar yodlash bilan shug'ullanaman. Ya'ni faoliyatim deyarli katta qismi yodlashdan iborat bo'lgandan keyin meni o'ziga jalb qiladigan narsa tabiiyki xotira. Xotirasi kuchli insonlarga havas qilaman.
Imom Buxoriy meni eng katta kumirim bo'ladi. Shu kishiga o'xshashga harakat qilaman. Har yo'llarni izlab ko'raman. Nima qilsam xotiram kuchayadi, nima qilsam yanada ko'proq yodlay olaman, yanada yaxshiroq eslab qola olaman. Bu an'anaviy yo'l, ya'ni ulamolarning yo'llarini izlanaman. Va yaqinda mnemonika bilan tanishdim. Baraka topsinlar, Davron aka Turdiyev kurslarida o'qidim. Yaxshi ma'lumotlar oldim ancha. Bilmaydigan narsalarimni o'rgandim. Ya'ni xotira demak yuksaltirsa bo'ladigan, ko'tarsa bo'ladigan narsa ekan. Hammani qo'lidan kelar ekan. Shu o'rinda aytishim kerak, ochiq tan olaman, havas qilaman Davron aka Turdiyevga ham. O'ylayman, agar Davron aka chiqqan cho'qqiga chiqa olsam, hayotim mobaynida, menimcha hayotimdagi asosiy missiyamni bajarganman deb ayta olaman, shu darajada. Davron aka meni kuzatib turgan bo'lsa, alangali salomlarimni yo'llayman Davron akaga. Ishqilib, xotira meni asosiy hozirgi kunlarda izlanayotgan narsam. Nima qilishga harakat qilyapman? An'anaviy ulamolar yo'li bilan, islom ulamolari yo'li bilan bugungi formal mnemonikani orasini bog'lashga harakat qilyapman. Ya'ni ular qanday metodlar ishlatgan, bugungi kunda qanaqa metodlar bor? Biz nima qilib o'sha Imom Buxoriydek yuqori hifzga, yuqori yodlash qobiliyatiga ega bo'la olamiz? Nima qilganki Buxoriy ana shu darajaga chiqqan, misol uchun. Shu bo'yicha izlanish qilish va inshaalloh shu ilm yo'lidagi do'stlarimizga bir yaxshi ilmiy ish bilan tortiq qilish, ularga shu bilan ilm oluvchilarga yordam berish maqsadim. Ustoz, tushunishim bo'yicha siz hozirgi kundagi keng qo'llanilib kelayotgan yodlash, ya'ni xotirani kuchaytirish mashqlari deylik, uslublari deylik, mana shu uslublar bilan islomiy ilmlarni o'rganishni hozirgi kundagi islom yo'lida yurgan talabalarning yo'lini bir ma'noda qisqartirish deylik yoki osonlashtirish deylik. Meni tushuncham shu bo'ldi. Agar kamchilik bo'lsa to'ldirsangiz. Yaxshi, faqat islomiy ilmlar talabalariga cheklab qo'ydingiz. Inshaalloh bu hamma talabalarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Har qanaqa sohadagi talabalarga ilmni ajratmaganimdek, dunyoviy va diniy ajratmaganimdek, talabalarni ham ajratmayman. Diniy sohada o'qiyotgan do'stlarimiz bo'lsa yoki dunyoviy sohalarda o'qiyotgan do'stlarimiz bo'lsa, ikkalasi uchun ham manfaatli bo'ladigan, ilm olishlarini osonlashtiradigan bir ilmiy ish qilishga harakat qilyapman. Ustoz, ko'zlagan ishlaringizda Alloh o'zi yordamchi bo'lsin va lirik chekinish ma'nosidagi bir shaxsiy desam bo'ladi, savolim bor. Agar izn bersangiz, mana shu savolga to'xtalaman. Marhamat. Juda ham savolim qisqa va savolim: sevganmisiz? Keyingi savol. Mayli ustoz, unday bo'lsa bu savolni o'tkazib olamiz va keyingi savolga to'xtalamiz. Marhamat. Va keyingi savolim shundan iboratki, hozirda yuqorida aytgan ilmiy ishingizni, ya'ni tadqiqotingizni ommaga, ya'ni O'zbekiston, nafaqat o'zbek zabon, barcha bizni tushunib turgan, ko'rib turgan insonlarga qaysi formatda, ya'ni video bo'lsin yoki kitob bo'lsin yoki boshqa bir material ko'rinishda, mana shu borasida ozroq to'xtalib o'tsangiz. Avvalo bu narsani professional darajadagi ilmiy ish maqomida qilish niyatim bor, inshaalloh. Ya'ni tom ma'noda ilmiy ish bo'ladi. Tom ma'noda ilmiy ish bo'ladi. Va kitob ko'rinishga keltiriladi. Oxirgi nuqtada kitob ko'rinishga keltiriladi. Ungacha bo'lgan davr mobaynida katta va kichik formatdagi, ya'ni YouTube va Instagram formatidagi videolar ko'rinishida, turli xil qiziqarli maqolalar ko'rinishida yetkazib boraman inshaalloh ma'lumotlarni. Kuzatib borishni tavsiya qilaman, menimcha qiziqarli bo'ladi. Har bosqichda foydali, manfaatli ma'lumotlar kelib chiqadi. Tavsiya qilaman. Ustoz, bilamiz, ancha ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lib qoldingiz. Instagram deylik, va mana yaqin kunlarda
YouTube kanalimiz ham ochildi. Sizni kuzatayotgan insonlar, ya'ni kuzatuvchilar sizni sahifangizga kirganda sizdan qanday manfaat, qanday foyda, ya'ni ularga nima bermoqchisiz mana shu sahifa orqali? Mana shu borasida ozroq ma'lumot bersangiz. Juda yaxshi savol bo'ldi. Bu savolni iloji bo'lsa kesib o'sha sahifamizni bosh qismiga qadab qo'yishlarini so'ragan bo'lardim operatorlarimizdan. Albatta. Ya'ni rostdan ham o'zi nima bermoqchimiz? Nimaga chaqiryapmiz yoki shunga to'xtaladigan bo'lsam, aytganimdek o'zimni bilim odami sifatida ko'raman, bilim inson sifatida ko'raman. Odatdan ilmiy mavzularda kontent qiladigan blogerlarimiz ikkiga bo'linadi. Aktivistlar bor. Ya'ni aktivist degani sal qo'polroq eshitilishi mumkin. Xalq dardini zimmasiga olganlar. Zimmasiga olib, xalqni dardini ko'tarib yurmoqchi bo'lganlar. Ya'ni ular har qanaqa ijtimoiy mavzularga chiqib pozitsiya bildirishadi. Har qanaqa mavzular tomonida gapirishadi. Xalq tomon turgandek shunga harakat qilishadi. Bilim insonlari, professional darajadagi ilm bilan shug'ullanadigan insonlar da kim qanaqa tushunsa bilmadim, nasihat degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni hech kimni bo'g'ib, olib kelib, narsa bilan shug'ullantirishga chaqirmaydi, da'vat qilmaydi. G'oyasini o'rtaga tashlaydi. G'oyasini o'rtaga tashlab, xato bo'lsa to'g'rilaylar deydi. Meni g'oyam shu. Mendagi ma'lumotlar shuni so'zlayapti. Nima deysizlar? O'rtaga tashlaydi. Shu narsani maqsad qilganman. Yana bir boshqa roligimizda ham aytdik. Aqlli yoshlarimizni birlashtirish. Ular bilan hamfikr bo'lish, ularga ta'sir o'tkazish emas. Ularni o'zimning fikrimga chaqirish emas, o'zimning falsafamga undash emas. Ular bilan birgalikda katta ishlarni amalga oshirish. Shu maqsadim. Juda ham yaxshi ustoz. Menga yoqqan fikrlaringizdan mana shu hamjamiyat to'g'risidagi fikrlaringiz yoqib tushdi. Bir joyda o'qigandim. Bir maqsad uchun birlashganlar barcha narsaga qodir. Bu fikr hozirgi gapingizga juda mutanosib holda to'g'ri keldi. Va keyingi savolimga o'tadigan bo'lsam, keyingi savolim yana ana shu ilm toliblari uchun mendan hadya bu savol. Javobni esa ustozimizdan olasizlar. Bu savol sifr to'g'risida. Hozirgi kunda yoshlarimiz juda ham ko'p. Yoshlarimiz ingliz tilida bo'lsin, arab tilida bo'lsin. Endi biz sizning sohangiz arab tili bo'lganligi uchun arab tilini o'rganayotgan talabalarga mana shu birinchi marta tayyorlanib, hayajon bilan sifrga kirgan holatingizni, nimalarni his qilganligingiz va sifr darajangizni ham aytib o'tsangiz degandim ustoz. Yaxshi, Abdumalik aka, endi ijozat berasiz. Sal uzoqroqdan olib kelaman. Albatta, bemalol. Hamjamiyat birlashish to'g'risidagi gapingiz savol bo'lmasa ham shunga ozgina to'xtalaman, ijozat berasiz. Bemalol. Insonni imkoniyatlarini o'rganib chiqarkansiz. Ya'ni o'zingizni tanib borar ekansiz. Juda ham zaif mavjudotligingizni tushunib yetasiz. Juda ham zaif mavjudotligingiz. Siz qanchalik harakat qilganingiz bilan, qanchalik qattiq tirmashganingiz bilan bitta inson bo'ladigan bo'lsangiz, hech qayergacha bora olmaysiz. Juda kichkina joy bosib o'tgan bo'lasiz. Juda kichkina joy bosib o'tgan bo'lasiz. Ya'ni inson imkoniyatlarida emas, qandaydir bir mukammal borliqqa aylanib qolish, farishtaga aylanib qolish yoki buyuk bir mavjudotga aylanib qolish inson imkoniyatlari doirasida emas. Butun umr mobaynida o'qib o'tadigan bo'lsangiz, o'rganishga bag'ishlaydigan bo'lsangiz ham siz katta bir dengizdan bir hovuch olgan bo'lib qolaverasiz baribir. Lekin agar birlashadigan bo'lsangiz, o'sha bitta hovuch emas, mingta hovuch bo'lsa-chi, bu ancha suv bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun birlashishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tushunib yetdim oxirgi paytlar. Bitta o'zim to'g'ri katta ishlar qila olmasligim mumkin, katta ehtimol bilan. Lekin agar birlashadigan bo'lsak,
10 bo'lsak, 100 ta bo'lsak yoki 1000 ta bo'ladigan bo'lsak, biz katta ishlar qila olamiz, qo'limizdan keladi. Bu birinchi qism. Ikkinchi qism seferga to'xtaladigan bo'lsam, buni avval nimaligini tushuntirib berishimiz kerak menimcha kuzatuvchilarimizga. Ingliz tilida ilmiy daraja, til bilish darajasi IELTS bilan o'lchalsa, o'shan bilan bir xil saviya degan narsa bu sefer. Sefer imtihonlari. Bugungi kunda yana boshqacha shakli bor, at-tanal al-arabiyya. Shu narsa bilan o'lchanadi. Til darajasi. Birinchi marta topshirgan paytim, o'sha sefer imtihoniga topshirganman, milliy sertifikatga. Ancha tayyorgarlik ko'rganman. Shunaqa xarakterim bor yoshligimdan nimagadir. Perfeksionist deb qo'yadimi? O'zimga eng maksimal nuqtani qo'yib olaman. Undan past bo'ladigan bo'lsa, ancha kayfiyatim tushib ketib qoladi. Ancha tayyorgarlik ko'rdim. 4 yil 5 yildan beri shug'ullanib kelaman arab tili bilan. Undan ham tashqari yana 3 oy 4 oy tinimsiz harakat qilib topshirdim. Kutyapman endi imtihon javobini. Chiqarkan. Imtihon javobi ham atay qilgandek cho'zilyapti. 2 kun avval chiqish kerak edi. 2 kun o'tib ketdi. Belgilangan deadline'dan o'tib ketdi. Kutamiz, bir do'stim bilan topshirganmiz. Kutamiz, qaraymiz, telefonga qaraymiz. Yo'q, chiqdi o'sha. Kutgan javobimiz chiqdi. Eng baland ball sabr bo'lardi. Eng maksimal balldan 1-2 ball pastroq, lekin sabr sertifikati chiqdi. O'sha kutganimiz chiqdi. Birinchi marta. Keyin undan keyin bir necha marta ketma-ket sabr sertifikatini oldik. Alhamdulillah. Mashalloh. Ustoz, javoblar uchun katta rahmat aytaman va tashrifingizga juda ham xursand bo'ldik va o'ylaymanki, ushbu uchrashuvimiz bizni kuzatib turgan barchaga manfaatli va foydali bo'ldi deb umid qilaman. Chunki bu bizni debyut, ya'ni birinchi podkastimiz bo'ldi. Va albatta podkast va mavzu bo'yicha fikr va mulohazalar bo'lsa, kommentariya qismiga yozib qo'yishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Bu bizni juda ham xursand qiladi va keyingi uchrashuvda qaysi mavzu tanlashini albatta siz aziz kuzatuvchilar belgilaysiz. Shunday emasmi ustoz? Xuddi shunday. E'tiboringiz uchun katta rahmat aytaman va ustoz sizga ham tashakkurlar. Juda ham xursand bo'ldik. Inshaalloh keyingi safarlar yana siz bilan uchrashishni umid qilamiz. Salomat bo'ling. Alloh bardavom qilsin.